Er-xotinlar munosabatidagi ajoyib qonuniyatlar. Hammamiz atrofida nurg'unlagan er-xotinlar bor. Ko'rgunimiz ko'p bo'lgan sari oradan ba'zi bir qonuniyatlarni xulosalab chiqalaymiz. Birinchi, qo'rim qo'rish qonuniyati. Ko'proq vaqtda qo'rim qo'riydigini cho'qim ayoli. Ammo qo'rimini yaxshi qo'riydigini cho'qim eri. İkinci, sadoqatmanlik qonuniyati. Ayoli erini qancha bek yaxshi ko'rgan sari, eri ayoliga shuncha bek sadoqatman bo'ladi. Eri ayolini qancha bek yaxshi ko'rgan sari, ayoli eriga shuncha bek sadoqatsiz keladi. Uchinchi, pul xashlash qonuniyati. Ayoli pulni yasinishga xashlaydi. Eri pulni xumorni besishga, aroq, tamaka, qart xashlaydi. Dördüncü, köktat setib elish qonuniyati. Köktat bozoriga barsizlar, qaysi köktatlarni setib elishni bilolmay qoladigan ko'pincha ayoli bo'ladi. Köktat bozoriga berib, oldiga nima uchursa, shuni setib oldigani eri bo'ladi. 5. Pishib yetilish qonuniyati. Ayoli qancha bek cho'nqur so'ygan er kishi shuncha bek pishib yetilgan keladi. Er qancha bek amroq qilgan ayol kishi shuncha bek sabiy keladi. 6. So'zlash qonuniyati. Er-xotinlar orasida kim gapni ko'p qilsa, odatda shuning gapi o'tmaydi. 7. Azoplash qonuniyati. Er-xotinlar orasida bir taraf yana bir taraf uchun to'lagan badal qancha ko'p bo'lsa, ayrilgan vaqtda uchraydigan ko'ngil azori shuncha cho'ng va cho'nqur bo'ladi. 8. Qaqshab og'rinish qonuniyati. Hamisha qaqshab og'rindigini ayoli, hamisha qaqshab og'rinishga uchraydigini eri. 9. Uy ishlarini qilish qonuniyati. Erining nazarida uyda hamisha tuzuk bir ish yo'q bo'ladi. Ayolning nazarida bo'lsa, uy ishlarini qilib tugatib bo'lg'ili bo'lmaydigan bo'ladi. 10. Kiyinish qonuniyati. Er kishining faqat o'ziga loyiqida keladigan kiyimli bo'ladi. Moda kiyim-kechaklari kamchil bo'ladi. Ayol kishining bo'lsa, faqat moda kiyim-kechaklari bor. Badaniga loyiqida keladigan kiyimi kamchil bo'ladi. 11. İşten chiqish qonuniyati. Ishdan chiqishga eng oldiraydigani ayoli. Eng oxirida ishdan chiqadiganimi ayoli. 12. Qochib yuyish qonuniyati. Ayoli qancha yuysa osonla poklanadi. Er kishi qochib yuysa osonla chiqilib ketadi. 13. Paranglashish qonuniyati. Paranglashib borgan sari hayajonlanib ketadigani ayoli. Paranglashib gapi borgan sari azlab ketadigani eri. 14. Uyga qaytish qonuniyati. Ayoli ishdan chiqibla uyga qaytqisi keladi. Eri ishdan chiqsila uyga qaytqisi kelmaydi. 15. Jidallashish qonuniyati. Er-xotinlar sababsizda so'qishsa, so'qishish darajasi qattiq bo'ladi. 16. Oraliq qonuniyati. Ba'zida er-xotinlar orasidagi jo'grafiyalik oraliq qancha yiroq bo'lgan sari, ular o'rtasidagi hissiyot oralig'i shuncha yaqin bo'ladi. 17. Krizis qonuniyati. Ailada iqtisodiy krizis ko'rilganda, erining o'ylaydigani ayolining o'ziga yordam qila olishi bo'ladi. Ayolning o'ylaydigani bo'lsa, erdan birini almashtirg'ili bo'larmi yo'q degan xiyol bo'ladi. 18. Ochiqlanish qonuniyati. Er-xotinlar orasida topgan pulning oz ko'pligi ochiqning yomon bo'lishi yoki yo'q bo'lishini belgilaydi. Pul topmaydigan tarafning ochiqi yo'q bo'ladi. 19. Nasihat qilish qonuniyati. Er-xotinlar orasida ziddiyat ko'rilganda oraga tushib nasihat qiluvchilar qancha ko'p bo'lgan sari, ularning ziddiyatini hal qilish shuncha bek ta'sirga to'xtaydi. Eli Qurban yazmalaridan.